Xudo xolasa mana sizlarga aytgan lifehack. Bitta apparat seli cho'chilib yotibdi. Hammasini teramiz. Xudo xolasa ketdi. Videomiz uzilib qoldi. Endi davomini keyin qo'yamiz. Bunga hozir muzlatgich telefonga qo'ymasak bo'lmaydi shekilli. Havo jurosa isib ketdi. O'shani hisobiga nima deydi? Motor. Telefonni motori qizib ketdi. Keyin babina degan joyiga e'tibor bersalaring, bir tomonga bu yaqinroq, bir tomoni uzoqroq. O'sha yaqin uzoqligi ham farqi bo'ladi bunda. Men ruschasini ko'rib qoldim, endi to'g'rirog'i oldin bilmasdim. Hozir men ham o'zimcha endi rana и pozna degan joyi bo'ladi buni. Bu taraf poznaga kiradi, bu taraf ranaga kiradi. Yonishi bo'ladi. Xo'p, babina kelib aylanadi. Katushka kelib aylangan paytida bu yonib o'tkazib yuboradigan narsaga kiradi-ku. O'shaning hisobiga bu mana shu holatda qo'yilishi kerak xullas. Sababi mana bu to'g'ri yaqin bo'lganda tok beriladi, po'shin uchi pastga tushayotgan holati bo'ladi. O'sha paytda tepada alohida churaveradi. Agar bu holatda qo'yayotgan bo'lsak, tepaga po'shin chiqqan holatida yonaverganda po'shin orqaga bir qaytaman deb to'xtaladi. O'shaning hisobiga bir xil paytda motorda tortkichlarimiz ham o'zini o'zi tortib oladigan bo'lib qoladi. O'shaning hisobiga deb o'yladim. Endi shu paytgacha unaqa deb o'ylamaganman. Va alaykum assalom. Shuning uchun switchning provodasi bu tarafdan chiqib ketishi kerak. Masofasini, yaqinligini men endi shunchaki qo'yaman har doim, chunki ko'z o'rganib qo'ygan. O'shaning uchun bemalol o'zim shu paytgacha bu narsa bo'yicha o'ylanmaganman. Lekin buni zazorini qanday qo'yadi deganlar bor. O'shalar uchun ham o'zidan chiqqan proklatkani olib turib, mana shu proklatka bo'lsa, ingichkaligi. Shuni arasiga tiqib qo'yib ham xotirsalang bo'laveradi. Ben ko'ylak olib kelganman, Ahmadjonga. Kichkinasini so'ragan, eng kichkina razmer. Eng kichkina razmeriga ham eng kichkinasiga katta-da u. Undan katta razmerni olib o'tkazsa qoldiradi, shu tutmaydi. Kecha kechqurun ham tashib ketibsan-ku. U kichkina dedi-ku, shuni aytsa bo'ldim, buni olib kel dedi. Shart emas.
Bizda aytmoqchi gulishtil yo'q hali. Hozir uraylik. Xo'p, gulishtilni ravochi gulishtilni topib chiqdim. Gulishtilning yangisi yo'q, esimga chiqib ketdi. Har bitta botning o'zini joyi bor. O'sha narsaga ham e'tibor berish kerak. Keyin gulishtil mana bu joyi qayergan bo'ladi-ku, o'shani dangal qayirib, o'zini joyi bor buni ham kiradigan. Mana shu yerga, mana prokladkasi cho'tib kiradi mana. Ko'p kishi chappa-chupaq qo'yib yuboradi-ku, o'shanga ham e'tibor berasiz. Kichkina boltchasi tagiga botadi. Buni beshga tuzish kerak. Xudo xolasa tashga olamiz, raybin deganlari bor ekan. Xudo xolasa o'shani olsak keyin zo'r ketamiz. Bungacha hozircha shu qilib ishlab turamiz. Hop, bizda bu berxanlik teshiklari bor, e'tibor bersangiz. Berxanlikni teshigini joyiga to'g'ri qo'yish kerak har doim. Agar porloq bo'layotgan bo'lsa, tekmosh kerak bo'ladi. Bolt ekan uzuni bor, o'sha uzunini bunga tiqamiz. Ha? Ertasi kuni ketadi yoki kechqurun ketadi? Kechqurun hamma ish qilib ketadi. Ketmaydi. Kechasi ketadi. Dedi, tugatib kechqurun ketadi. Cuma. Harga to'lar. Syomka ketdi. Bak qo'yamiz. Baklashita. Baklashitani mana rezinkalar o'zida chiqadi, ekojni. Ikkita uzun bo'ladi o'zi. Uzuni kaltasi farqi bo'ladi buni. Ikkita. Bittasi yo'q, bittasi yo'q. Alo, eshitaman. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Bilaman. Gazot bo'lyapti? Xolasa mana tagiga qo'ydi. Shundan kasb bo'lamiz. Benzin qo'yamiz hozir endi. 1 litrga 40 gram, 50 gramgacha quyiladigan moyni aralashtirib qo'yamiz. Bizga bir zavod qilishga bo'ldi. Bundan qiziq bo'ladi, buni kamroq qo'shilgan olamiz.
Switch qo'yamiz. Bismillah. Kaçak qildik, pasotka qilamiz, kaltlar uzib turaveradi. Mana sizlarga aytgan narsani va'dada bajardim. Ha? Ertaga uyda bo'laman. Ha. Bo'ldi aka, kelavering, uyda bo'laman, xudo xolasa. Traktorchalarni tuzataverasizmi aka? Hozirgi burun. Xo'p, buni xarakteristikasiga kelgan bo'lsak, 45 gilza portion, 45 val qo'yildi. Hamma narsasi o'zi zavodskoydan bo'ldi, zavodskoyda qilib bo'ldim. Xudo xolasa buni summasini bugun kechga video chiqqandan keyin opisaniyada o'zlariga qoldiraman. Sizlar uchun qanchaga chiqishini, variant bo'lishini hammasini e'tibor berib, narx-navosini chiqarib beraman sizlar uchun. YouTube'ga ham profilimga a'zo bo'lib qo'yasizlar, chunki buni hozir tezlatib qo'yaman iloji boricha, chunki video silishim ko'payib ketdi. 25 minutlar beta bir yarim soatda terib bo'ldim. Hozir bitta marta o'tirgishdi motorini, seli. O'shaning uchun YouTube'ga qo'yaman. YouTube'da ko'rib olaverasizlar hamma narsasini.